nevaralaringizni to'yini ko'rishingiz kerak. Srochno operatsiya qilish kerak opajon. Srochno. Men sizga yaxshi gap aytishni xohlovdim. Endi men qo'l uzuk bo'lib ketadi-da. Bitta образование o'simta ketyapti. Hozirgi fotogullarni ko'ramiz-da. Bitta buni tekshiramiz endi. Do'pperka berasiz bitta. Histologiya olish kerak bittan. Siz qo'rqib yuraveribsiz, bu uxlab tursa qaniydi? Ancha kichkinalashgan. Yo'q-da, opa, unaqa emas. Oyoqlari qaniydi-da. Ko'p risk qilmaylik. Nima bo'ladi operatsiya bo'lsa-ku? Nima bo'ladi? Shisi bo'lmaydi-ku. Zato qutulasiz. Mumkin emas, opajon, bunaqa holat. Qaniydi, men sizga o'zi boshqa diagnoz aytaman deb turuvdim. Yo'q-da. Sasoqlar tortilyapti, teridagi teshuv-teshuvlarni ko'ryapsizmi? Xuddi limonni terisiga o'xshab qoldi. Ertaga hali bu joydan yiring kelishni boshlaydi, isitmalashni boshlaysiz. Keyin hech narsa qila olmaysiz. 2 sentimetrgacha bo'lsa, mana qarang, mana hozir qo'l bilan o'lchab pastga ketyapman. Почти 3 sentimetr. 2 sentimetrgacha bo'lsa, masalan, vaqtida aniqlaydigan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Ertaga kattalashib ketsa, mana bu joyi o'pkalarni zararlab qo'yadi. Keyin hech narsa qila olmaymiz. O'shaning uchun aytamiz, bitta qo'yni kam kiyaylik, lekin bir yilda bitta mamlakat ko'p ko'rinmaydi. Mana sizga yaxshi narsa aytish xohlayman, lekin men hozir qo'lingizdan birorta analiz olib tekshirmadi. Qo'lim bilan o'sha gapga